Naftalana Toshkentdan Primorye reyslar qo'yildi. Endi arzon narxda hamda yo'lda sarson bo'lmay borib leching olib kelishlaringiz mumkin. Video davomida hamma sanatoriyasini narxlari bilan tanishtirib o'taman. Go'zal Naftalan sanatoriyasi $668 dan chiqib turibdi. Buning ichida bordiganli biletingiz, 3 mahal okati va lechenyalar qo'shilgan bo'ladi. 4 yulduzli Karvon sanatoriyasi esa odam boshidan $715 dan chiqib turibdi. Buning ichida ham xuddi shu narsalar qo'shilgan bo'ladi. Kapas sanatoriyamiz odam boshidan $750 dan chiqib turibdi. Sun City'ga keladigan bo'lsak, o'sha sharoiti yaxshiroq variantlari $900 dan chiqib turibdi. Pitaniyalar ham dahshat bo'ladi. Sinovdan o'tgan 5 yulduzli sanatoriya Gold esa $915 dan chiqib turibdi. Gashaltga ham keladigan bo'lsak, bu ham 5 yulduzli, pitaniyalari zo'r, ko'p turistlarimiz borib hazat bilan olib kelganlar. Buning narxi $990 dan chiqib turibdi. Уже premium segment uchun esa Chinor sanatoriyamiz bor. Buning narxi odam boshidan $1045 dan chiqib turibdi. Qarabog'niki $1180. Bemalol o'zingizga yoqqan variantlarni saylab, bizga aloqa qilsangiz bron aytib beramiz.